Rossiya imperiyasi, Romanovlar davri, Sankt-Peterburg. Dunyoda va Buxoro tarixida katta o'zgarishlar, diplomatik aloqalar, so'nggi amir taxtdan ag'darilgani, uning saroyi va xazinasi, 113 yillik tarix va afsonalar. Lekin bugungi mavzu amirning xazinasi haqida. O'tgan safar biz amirning saroyini ko'rib chiqqan edik. Bugun esa uning xazinasini ko'rib chiqamiz. Ekranga yaqinroq o'tirib oling. Bugun Peter muzeylarida yashirilgan haqiqiy Buxoro tarixini ko'rsataman. Biz bugun etnografiya muzeyidamiz. Bu muzey dunyodagi eng katta va boy muzeylardan biridir. Bu yerda O'rta Osiyo xalqlari madaniyatiga bag'ishlangan bo'limi eng kattasi hisoblanadi. Bu yerda siz hali hech qayerda ko'rmagan sof oltindan tikilgan liboslar va amirning shaxsiy buyumlari saqlanadi. Mana bu mo'jizaga bir qarang. Bu amirning shaxsiy choponi 100 yildan oshgan bo'lsa-da, oltin iplar hamon porlab turibdi. Bu shunchaki kiyim emas, bu Buxoro zardo'zilik san'atining cho'qqisidir. Har bir tikilgan naqshda ma'no bor. Nega aynan Peterburgda shuncha boyligimiz bor? Buning sababi Said Olimxon Rus imperatori bilan diplomatik aloqalari, hattoki Nikolay II'ning yaqin do'sti bo'lgan degan gaplar yuradi. Faqatgina kiyimlar emas, bu yerda amir foydalangan qurol aslahalar, ot egarlari va hatto kundalik buyumlar ham bor. Amir Olimxon zamonida Buxoro misgarlik va zargarlik juda qattiq rivojlangan. Bu eksponatlar 113 yildan beri saqlanib kelmoqda. Etnografiya bu o'sha davrdagi odamlarning hayoti. Bu yerda dunyodagi har bir millatning o'zining tarixi bor. Azizlar, Amir Said Olimxonning sirlari tugamaydi. Saroyini ko'rdik, xazinasini ko'rdik. Sizningcha Peterda yana qanaqa sirlar yashiringan? Kommentariyada fikringizni qoldiring. Buxoro amirlarining Rossiyaga birinchi qadamdan inqilobgacha bo'lgan tarixini keyingi videoda ko'rib chiqamiz. Albatta, o'tqarib yubormaslik uchun obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosishni unutmang. Siz bilan men Azimjon Safarov. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr.